Omad bu omadsizlar qilishni istamaydigan ishni qilishdadir. Biz zakovat yutishimizga sababchi bo'layotgan eng katta omil biz kitob ustida qilayotgan diskussionimiz, ya'ni muhokamamizdir. Har darsdan oldin kelib biz bir-birimizdan savol-javob so'raymiz. Bu savol-javobimiz, ya'ni muhokamamiz har bir savolni, ya'ni kitobda berilgan har bir ma'lumotni tafakkur qilishimizga olib kelyapti. Menimcha bizni muhokama qilishimiz yutishimizga sababchi. Men bu kitobdan olgan eng yaxshi foydam bu yaxshi savol berishlikdir. Chunki kitobda yaxshi savol ilmning yarmidir degan so'z yozilgan. Bundan ma'lum bo'ladiki, savol berishning o'zi ham bir ilmdir. Hop, savollarning ichida eng zo'ri, ya'ni eng yaxshisi menimcha qachonki o'sha Abdulloh ibn Muborak bir ilm markazlariga, ya'ni ma'rifiy ilm markazlariga borganida shunday ajoyib bir usulga duch keladiki, ya'ni tilni o'rganayotganda o'quvchilar faqatgina o'sha o'zlarini o'rganayotgan tillari bo'yicha gapiradi. Ya'ni o'zlarini tillarida gapirishmaydi, faqatgina arab tilida gapirishadi. O'rtalari bilan ham, ya'ni hamma yoqda ustozlari bilan hamma yoqda arab tilida gaplashgandan keyin, ya'ni til ancha o'sadi deb o'ylayman. Ikkinchi narsa ular qilgan narsa, ya'ni ular kitoblarda ovozini chiqarib o'qishgan. Ya'ni ovozini chiqarib o'qiganda ham o'sha arab tilini o'qiyatib, quloqlari ham eshitganda, ya'ni battan listening ham o'sadi deb o'ylayman. Kitobdan olgan foydalarim juda ham ko'p, lekin ulardan eng asosiysi, o'zim uchun eng hozirgi kunda manfaatli bo'layotgani, Imom Azam hazratlarini har bitta kundalik yumushlarini namoz o'rtasidagi vaqtlarga taqsimlaganlari. Ularda bomdoddan oldingi, bomdoddan keyingi, peshindan oldin, peshindan keyin, asrdan oldin, asrdan keyin qilib taqsimlagan ishlari bo'lgan. Xuddi shuni o'zim hayotimga tatbiq qilib ko'rdim. Bu juda ham katta samara beryapti. Demak, eng asosiy ishlarimizni bomdoddan oldin, undan keyingilarini peshindan oldin, asrdan oldin qilib, qaysi namoz vaqtlarigacha to'g'rilab olsak, kunimizga baraka kirar ekan. Eng asosiysi namozlarimiz hammasi o'z vaqtida bo'lar ekan. Qaysidir ishingizni namoz uchun kechiktirishingiz mumkin, lekin qaysidir ishingiz uchun namozni hech ham kechiktirmas ekansiz. Menga shu usul juda ham yoqdi. Omad bu omadsizlar qilishni istamaydigan ishni qilishdadir. Hozirgi kunda ko'pchilik o'smirlar kitob o'qish bilan telefon bilan band bo'lishadi. Zakovat bizni telefondan kitobga undayapti. Menga eng yoqqan savol bu Ibrohim payg'ambarning mehmondo'stligi haqidagi savol edi. Bu savoldan olgan foydam, men bu narsani hayotimga tatbiq qilishni boshladim va buni davom ettirishga harakat qilyapman. Zakovat menga juda ham ko'pgina narsalar berdi. Birinchidan zakovat men dunyoqarashimni o'ta kengaytirib yubordi. Har oy, ya'ni kitob o'qiganimizda, ya'ni har xil fikrlar olamiz. Ya'ni har xil fikrlarni olib, o'shani hayotimizda tatbiq qilishga harakat qilamiz. Keyin zakovatda masalan oxirgi marta o'sha savdogarlar so'zini o'qiganimda juda ham ko'pgina savdoga tegishli, yashash tarziga tegishli, o'qishlarimga tegishli juda ham ko'pgina foydali narsalarni oldim deb o'ylayman. Biz zakovatda ketma-ket g'olib bo'lishimizda ustozimizning hissalari juda ko'p. Rahmat ustoz. Ustoz, rahmat. Ustoz, rahmat. Ustoz, rahmat. Rahmat ustoz.